Assalomu alaykum. Endi o'yin keladigan bo'lsak, jiddiy tayyorgarlik qilgandik. Hozir Pro-ligada oson o'yinning o'zi yo'q. 2 ochko yo'qotdik. 2 ochko alamli ochko yo'qotdik. Keyin 10 kishi bo'lib qoldik uning ustiga. Shunda ham xavfli momentlarimiz bo'ldi. Ura olmadik. Endi bu futbol oxirigacha kurashamiz. Endi shuncha kelgan muxlislarimizga ham endi uzr so'raymiz, chunki hozir birinchi davradan keyin musobaqa bo'yicha ham eng ko'p tomoshabin bizda bo'lgan ekan. Bugun ham mana o'yinga kelishda durang bo'ldi. Endi muxlislarga uzr so'rab, endi rahbariyatdan sabrli bo'lamiz. Endi keyingi o'yinlarga ham tayyorgarlik qilamiz. Endi baribir endi rahbariyat endi to'g'ri yaxshi zonada emas biza, chunki bugun 3 ochko olishimiz shart edi. Bu yoqda endi rahbariyat ko'z chiqadi, nima desa shunga qarab ish qilaveramiz. Eng alamlisi haligi o'tgan turda ham aytganman, shu o'zimizni o'rnida emas biza. Futbolchilar, yaxshi futbolchilar, sifatli futbolchilar oldik, tajribali futbolchilar oldik o'rtada. Gol kirmayapti. Olmayapmiz. Shu mavsum boshidan beri asosiy himoyachi bo'lgan Bubani bugun zaxirada qoldirib, Najmiddin Normurodovga imkon berdingiz. U futbolchi esa ikkinchi sariq kartochkasini olib, bir kishi kam bo'lib qolishiga sabab bo'ldi. Bubaniyada jarohat bormidi yoki Normurodovni sinab ko'rmoqchimidingiz? Bubani endi rotatsiya qildik, chunki og'ir o'yin bo'lgan edi bizda. Anaqada Nukusda ozgina toliqqan edi. Unga bugun dam berdik. Chunki Ochilov bilan Normurodov ko'rdik bu zonada. Da endi ikkita jo'lti hakam berdi. 10 kishi bo'lib qoldik. Endi unga qaramay baribir standart vaziyatlardan hushyorroq bo'lishimiz kerak edi. Bolalar, yosh bolalar futbol o'ynashyapti bular. Shu o'ziga xavfli momentlarni yaratib o'zlari urib ketishdi. Biz sal buyutilishni yo'qotdik, hushyorlikni yo'qotib qo'ydik. Yana gol qo'ydik. Baribir momentlarimiz bo'ldi. Endi yana hozir uyda o'ynaymiz, yana 2-3 o'yinda o'ynaymiz. Hozir ochkolar olishimiz kerak. Bu yoqda yana endi o'z raqiblarni gapirgan, ular ham ochko yo'qotgan ekan. Baribir alamli 2 ochkoni yo'qotdik. Juda ham kerakli 2 ochko. O'sha mavsum boshida Superliga uchun asosiy nomzodlardan Metallurg, hozir o'zingiz aytganingizdek, jadval o'rtaroq, yuqoridan pastroqda, tobora uzoqlashib ketyapti raqiblar. Imkoniyatlar qanchalik yo'qotilyapti? Asosiy maqsad baribir Superliga. Maqsadimiz baribir Superligaga chiqish. Bilmayman. Vro'de yaxshi futbolchilarni oldik, tajribali, sifatli. Kirmayapti gol. Momentlarimiz bor, ura olmayapmiz. Nima bo'layotganini o'zim ham bilmayman. Balki bilmadim hozir. Qonunlashtirishga murabbiylar shtabida bilmayman nima bo'layapti. Shunga rahbariyat nima desa shunga qarab ish qilaveramiz. O'yin 90 tomosha qildik. O'yinga shog'ir bo'ldik. O'zimiz birinchi o'yinga shog'ir bo'ldi. O'zimizni kuchimiz emas. Lekin Yaypan jamoasining goli tomosha qilgan bo'lsak, bitta himoyachiga turibdi, dashlab turibdi, hech qaysi bormadi. Bemalol urib ketdi. Bo'shliq qolib ketdi. Juda bo'sh qolib ketdi. Hozir ichida. O'sha aytyapman, birovni yutyapmiz. O'sha standart vaziyatdan hushyorlikni yo'qotdik. Darvozabonimizga ham aytgan edim, gapirib turdim, hushyor bo'lib turish kerak, hushyor bo'lib turish kerak. Hushyorlikni yo'qotdik. O'zimizga o'zimiz gol olib keldik. Tajribali futbolchilar qarang qilib bu momentdan hushyorlikni yo'qotishni bilmayman. Juda ham urinadi. Endi ma'ni bu sen senga urishadi, momentlarimiz. Golimiz ham bormidi gol? Biz uchun gol bor edi, endi ofsayd ko'tardi, menimcha ofsayd ko'tardi. Endi hakamni ayblagim yo'q, o'zimiz yuta olmayapmiz. Nima bo'layotganini o'zim ham hayron bo'ldim. Hamma narsa qilyapmiz. Mashg'ulotlarda futbolchilarga ko'rsatyapmiz, teoriyalarda ham ko'rsatyapmiz. Hamma narsa shu slaydlarni ham qilib ko'rsatyapmiz. Afsuski, ochkolarimizni ololmayapmiz, lekin imkoniyat bor.
imkoniyat bor, juda imkoniyat hali bor. Ikkinchi davr endi boshlandi. Ko'rib chiqamiz, o'yinni tahlil qilib chiqamiz murabbiylar bilan.